O'quvchilarning yozgi ta'til davrida bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazish, bilim va ko'nikmalarni yanada rivojlantirish maqsadida 46-sonli umumta'lim maktabida yozgi sog'lomlashtirish oromgohi tashkil etildi. Oromgoh faoliyati doirasida o'quvchilar uchun kompyuter savodxonligi, Turon teatri, sport, zakovat hamda kitobxonlik to'garaklari tashkil etildi. Ushbu to'garaklar orqali o'quvchilar o'z qiziqishlarini rivojlantirish, iste'dodlarini namoyon etish va yangi bilim hamda ko'nikmalarni egallash imkoniyatiga ega bo'lmoqdalar. Oromgohga 150 dan nafar o'quvchilarimiz jalb etilgan. Sport musobaqalari, fan to'garaklari, ma'naviy, ma'rifiy to'garaklarimiz, musiqa, teatr, Turon teatrlarimiz faoliyatini boshlashdi. Albatta, mana shu to'garaklarimizga bir qator o'quvchilarimiz jalb etilgan bo'lib, bugun aynan o'quvchilarimiz yuqori kayfiyatda qiziqish bilan ana shu to'garaklarimizga ishtirok etib kelishmoqda. Shuningdek, oromgohda bolalarni issiq ovqat bilan ta'minlash yo'lga qo'yilgan bo'lib, bu bolalarning sog'lom dam olishi va vaqtlarini samarali o'tkazishga xizmat qilmoqda. Oromgohning tantanali ochilish marosimida mutasaddi tashkilotlar vakillari, maktab jamoasi hamda ota-onalar ishtirok etdilar. Tadbir davomida maktabning iqtidorli o'quvchilari sahna ko'rinishlarini namoyish etib, kuy-qo'shiqlar ijro etdilar. Ta'lim maktabimizda har yili yoz ta'til davomida oromgoh tashkil etiladi. Bu oromgohimizning nomi esa Kamalak deb ataladi. Biz yozgi ta'til paytida vaqtimizni chog' hamda sermazmun o'tkazamiz. Chunki turli xil fanlardan hamda sport to'garaklari ochilgan. Biz yosh avlodga davlatimiz, Prezidentimiz shunday sharoit yaratib bergandan mamnunmiz. Yozgi sog'lomlashtirish oromgohi o'quvchilarning ta'til davrini mazmunli tashkil etish, ularning ijodiy va intellektual salohiyatini rivojlantirish hamda bo'sh vaqtlarini foydali mashg'ulotlar bilan band etishga xizmat qilmoqda.